Yoshgina ayol miomani operatsiya qilaman deb bachadonsiz qolib ketardi. Yaqindagina bir qo'shni davlatdan bir bemor menga murojaat qilib keldi bachadon miomasi bilan. Bemor yosh bo'lishiga qaramasdan bachadon ichidan mioma o'sib chiqqanligini ko'rdik va chuqurlashtirilgan tekshiruvlarni qildik. Chuqurlashtirilgan tekshiruvlar natijasida bachadonni devorining ichida, demak o'sha kattaroq biroz 6-7 sm atrofidagi mioma tuguni borligini ko'rdik va bemorga laparoskopik amaliyotni tavsiya berdik. Bemorning aytishi bo'yicha bundan oldin bir nechta joyga shifokorlarga ushbu mioma masalasida borgan va oxirgi marta o'zini davlatida bitta shifokorga borganida laparoskopik amaliyot qilamiz deb laparoskopiyani qilgan va laparoskopiyani qilgan vaqtida qorin ichiga kirganlaridan keyin u yerdagi miomani ko'rib bachadonni olib tashlash kerakligini aytgan. Ushbu bemorda 8 yildan beri homiladorlik bo'lmaganligini inobatga olib, xo'jayin aytganki, "Yo'q, shoshmang. Bachadonni iltimos olib tashlamang, shundayligicha qola qolsin" deb aytgan. Qorinda hech qanaqa amaliyot qilmasdan darrov chiqishgan va bemorni uyga javob berib yuborishgan. Bemorning gapidan hayron bo'lib qoldim. Nega bunaqa debdi vrach deb. Keyin operatsionni tayyorladik, bemorni olib kirdikda, laparoskopichga kirsak agar, u yerda bir jiddiy muammo yo'q. Darrov o'sha faqatgina miomasini oldikda bachadonni saqlanib qildik, ya'ni bachadonni saqlab qolib chiqdik. Bemor 100% homilador bo'lishga tayyor bo'ldi va xo'jayinning urug'ini ham tekshirishni aytdim. Tekshirganimizda muammo bor ekan, uni ham davolanish uchun licheniylarni yozib berdik. Hozir ushbu bemorimiz homilador bo'lishga tayyorlanishyapti.